Malika Shopga endi podpisatsiya qilgan qizlarimiz uchun Malika Shopimizdagi xos tanishtirib chiqaman. Qani ketdik. Bu Malika Shop kiraverishingizda mana shu qatordagi качественный bo'lgan dvoyka va troykalarimizni topishinglar mumkin. Pastki qatorimizda shunaqangi chiroyli asal bo'lgan вечерный ko'ylaklarimiz, tepa qatorimizda esa shunaqangi shubkalarimizdan bor. Shunaqangi jinsovkali va undan tashqari uyga kiyishlariga ham dvoykalar topsanglar bo'ladi. Bu vitrinamizda esa ko'rib turganingizdek shunaqa bir-biridan asal bo'lgan Loropiana va krossovkalarimiz. Elegantniy stildagi shunaqangi kop yubkalarimiz hamda bir-biridan asal bo'lgan bejirim rubashkalarimiz. Bu qatorimizda ham opajolarimizga qaranglar, bir-biridan chiroyli bo'lgan ko'ylaklarimiz va boshqa ko'rsatmalarimizni ko'rishda davom etsanglar, ularni birma-bir gap so'qilib ko'rsataman. Qish hali tugagani yo'q, hali oldinda qizlarimiz shuning uchun ham kurtkalarimizni hali taxlab tashlaganimizda yo'q, sizlar uchun haligacha sotuvda. Bu qatorimizdagi kiyimlarim hammasi aksiyaga tushgan. Qancha sportivniy dvoykalar kerak, qizlarimizga qaranglar, har xil modellarni olib qo'yganmiz, bemalol kelib tanlab olishinglar mumkin. Kofta va rubashkalarimizdan ham qatorini ko'rib turibsiz, o'zingizlarga yoqqan tanlab olishinglar mumkin. Bu qatorimizda xohlasanglar yangi uzun, xohlasanglar esa yangi kalta variantdagi koftalarimizdan olib qo'yganmiz. Bu qatorimizda shunaqangi asal bo'lgan jinsi shimlarimizni, bu tomonimizda esa shunaqangi klassik shimlarimizni olib qo'yganmiz. Har xil modeldagi yubkalarimizdan olib qo'yganmiz. Kostyumlarni sevuvchi opa-singillarimiz uchun har xil modellardan, har xil ranglardan kostyum shimlarimizdan olib qo'yganmiz. Razmerlari ham bor. Malika Shopda aksiyalarimiz ham davom etyapti. Qizlarimizga barchani Malika Shopda kutib qolamiz.